Amir Temur ojiz qolgan Loy jangida qadimiy Mo'g'ul jodugarlari sehrli tosh ishlatganini bilarmidingiz? 1365-yil yozning jazirama chillasida yosh Amir Temur va Amir Husayn Sirdaryo bo'yida Ilyos Xo'janing 100 minglik Mo'g'ul qo'shiniga qarshi jangga kirdi. Sharafiddin Ali Yazdiyning zafarnomasida yozilishicha, Mo'g'ullar ochiq jangda bu armiyaga teng kela olmasligini anglab, dahshatli bir hiylani ishlatishdi. Ular suvga afsonaviy yada toshini, yomg'ir chaqiruvchi sehrli toshni tashladilar. Jazirama yoz bo'lishiga qaramay, osmondan shunday qattiq jala quydiki, butun olam suvga to'lib, jang maydoni tizzagacha keladigan o'tkir balchiqqa aylandi. Tuproq shu qadar yopishqoq ediki, bahaybat urush otlari o'z joyidan siljiy olmay qoldi. Suvdan kamon iplari ivib, qattiq qilichlar zanglab, askarlarda harakatlanishga mutlaqo majol qolmadi. Ammo dushman buni oldindan bilar edi. Mo'g'ul askarlari qurol yarog'i va yoylarini namdan asrash uchun kiyimlarining ustidan qalin kapanak, ya'ni junli kigiz yopinchiqlar o'rab olgan edilar. Temurning otlari loyga mixlangan, piyodalar bir qadam ham siljiy olmasdi. Va xuddi shu payt tog' tepasidagi dushman ustlaridagi nam kigizlarni uloqtirib, quruq va o'tkir qurollari bilan loyga botgan Temur armiyasi ustiga qora sel bo'lib bostirib tushadi. Tizzagacha loyda, dushman oldida va yonida ittifoqchisi Amir Husaynning xiyonati. Qopqonga tushgan Temur bu qirg'indan qanday qutulib qoldi? Qonli yakun keyingi qismda. O'tkazib yubormaslik uchun hoziroq obuna bo'ling.